nəsihət qılğudək salohiyetim yo'q do'stim. Biz chet elga qadam bosgan kundan boshlab salohiyatimizni almashtirib bo'lgan. Aslida nasihat anglaydigan o'rindan nasihat qiladigan o'ringa o'tib olganmiz. Ta'lim oladigan istaklarimizni yo'qotib, ta'lim beradigan munbarlarni egallab bo'lganmiz. Hammamiz ustozga aylanib, taliblik darajamizdan ada-juda bo'lib bo'lganmiz. U qadar katta chaqlaymizki o'zimizni, fikrimizning orqada gigant tog'dek mahkam turib, uni rostga, haqqa aylantirish yo'lida hech kimga yuz xotira qilmaymiz. Kashki haqning orqada, rostning yanida shunchalik mazmut tura olgan bo'lsak. Dahi sifat nutqlar so'zlash odatimizga aylanib qoldi. Haqiqiy dahilar yoqisini tishlab hayrona. O'limalarcha tafsir qilishlar, fatvo berishlar kasbimizning bir partisi bo'lib qoldi. Haqiqiy o'limalar tavba istig'for ichida. Qo'mondonlarcha jangga chaqirishlar, ozodlikning yo'l xaritasini belgilab berishlar, hayotlik muqomimizning zinati bo'lib chaqnashga boshladi. Asli qo'mondonlar tashvish ilkida. Kimlargadir, nimalargadir to'n pichish, hukm qilish, baho berishlar salohiyatimizning jagosi sifatida taratqularda yangrashga boshladi. Shundoq qilishga haqqi bo'lganlar sukunat qo'ynida. Shundoq ekan, sana qandaqmi nasihat qilishga petinay? So'zlarimni tavsiya deb tushungin. Tavsiyagami quloq solgudek mayling bo'lmasa, qalbingni kibrning tumanlari o qadar mahkum ayligan bo'lsa, bir ojizning nidosikan deb anglab qo'ygin. Uni xohlamasang, quloqlaringni yopirib o'z yo'lingga ravon bo'l. Ammo fitna ig'vo munbarida jal solib yurma. Bugun qandoq yashasang yasha, millatning ro'yini sundirma, birligini buzma, taqdiri haqida maylingcha hukm berma. Uyg'urning kelajagi eshak savdosi bilan bitmaydi. Vatanimizda hukm surayotgan Xitoy zulmi buyuk bir to'kpa yaratdi. Yillardan biz quloqlarga varqirab uyg'otilmagan muhojiratdagi tark jasadlarni qabohatlik uyqudan birdinga uyg'otdi. Meni chaqmagan yilon 1000 yil yashsin deb sukutning, beparvolikning rohat beshigida shirin xiyol surib kelganlar, ajal xanjiri o'zining bo'g'ziga tanglanganda, qavmi qarindoshlarining yuragiga qadalganda, amalsizlik, bechoralik, mahkumlik dardidan beshini ko'tardi. Qara, bugungi bu manzaraga ko'k bayroqqa nafrat bilan qaraydiganlar, uni bugun ko'zlariga surtib, boshlariga chiroyli ro'mol qilib selishga, uchisiga go'zal kiyim qilib kiyishga boshladi. Namoyish saplaridan, vabodan hurkigandek qochadiganlar bugun Zimistonning jondan o'tgidek so'g'oqlarida maydalarni kerib, qo'llarini Xitoy elchixonasiga shiltib turib, Sharqiy Turkistonga mustaqillik deb vaqirashga boshladi. O'z millati uchun xizmat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlarini, da'vo egilarini bilib bilmay g'ajilab kelganlar bugun oldiga berib, bizga qilg'idek xizmat bormi deb so'rag'ilib turdi. Tengi iona yoki insoniy yordamga bexillik qilgan boylarimiz topgan targanlari o'zlarining hayotini qutuldirib kelishga yaramayotgan Xitoy turmusidagi talayligan boylarni ko'rib, oz bo'lsa-mu ko'nglimiz deydigan yerga keldi. Qo'lidan boshqa ish kelmaydigan mazlum fuqarolarimiz hech bo'lmasa ijtimoiy taratqularda vatan uchun xizmat qilayotganlarga destek berishga, ularni ilhomlantirishga boshladi. Nima degan büyük uyg'unish bu. Biz hech bir Uyg'urga tanha qutulish yo'li yo'q deb takrar jar selib kelgan edik. Millating ozod bo'lmaguncha sen hurlikning lazzatini tetiy olmaysan deb ezib tushuntirishga tirishgan edik. Vataningning egilik huquqiga ega bo'lmaguncha hech bir yer senga aslo vatan bo'lmaydi deb zorlab anglatgan edik. Birlik, barobarlik, inoqlik ichida vatan da'vosi sepiga chaqirib holimizdan ketgan edik. Parvo qilmagan, pisandmi qilmagan, ishingni qil deb silkigan, hatto haqoratlar qilgan, kamsitgan, tuhmatlar ostiga olgan edik. Bugun olimlari, o'limalari,
ziyolilari, ishchi xizmatchilari, hunarvan kosibları, oddiy puhralari va dehqonlardan tortib millionlarcha xalqining usti uchuq turmalarga banit qilinayotganligini, inson qalbidan chiqqan vahshiyat bilan qiynalayotganligini, izzat g'ururi, odamiylik depsanda qilinayotgan bu insonlar qatoridan o'zlarining bir tuqqanlarining o'rin olganlarini ko'rgandan keyin g'aflat uyqusidan uyg'ondi. Shukrlar bo'lsinki uyg'ondi. Mangu uyg'onmay o'lib ketadiganlarmi bor? Bar bilan yo'qning orasida yashab, insoniyat uchun, millati uchun hech iz qoldirmay chirib ketadiganlarmi bor? Dunyo va oxiratdagi la'natdan boshqaga loyiq bo'lmagan bu xil odamlarni uyg'otib ovar bo'lish ne hojat? Shundoq, muhojiratdagi xalqimizning bir qismi uyg'ondi. Uyg'onayotganlar bor. Yana uyg'onadi. Bu uyg'onish Xitoy zulmining mahsulidir. Zulm bugungi darajaga yetmagan bo'lsa, o'zining dunyosida yashashdan boshqasi xiyoliga kelmaydiganlar ozg'unlik yo'lida safarlarni davom qildirgan bo'lar edi. Jon beqishning qo'yiga kirib ketganlar, vatan millat bilan nima ishim deb o'zi bilgan sanamga dastlab yurgan bo'lar edi. Ko'ziga shon sharaf, puldan boshqa narsa ko'rinmaydiganlar la'nat ozgonlarga bulg'unib o'tgan bo'lar edi. Bularning hammasini zulm uyg'otdi. Ammo millatimizning uyg'onishi uchun Xitoydan zulmlarning darajasini yanama yuksaltirishni umid qilmaymiz. Zaten bu zulm vahshilikda chekiga yetdi. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan millatimizning beshiga kelayotgan hem Allah'ның jazosi, hem Allah'ның sınığı deb tushunamiz. Bu jazoni qabul qilishga sinoqdan o'tishga majburmiz. Albatta, bu jazoni qabul qilishga majburmiz. Chunki terimizga sig'may, gunohi kibirlarga oymay dasmi solgan chog'larimiz bo'ldi. Allah savob uchun ato qilganni haromning yo'llariga to'kkan chog'larimiz bo'ldi. İman e'tiqodimizga xiyonat qilgan, millat manfaatini oyoq osti qilgan, qavmi qarindoshlarimizni xor aylagan, hayvoniylikning loy patqoqlarida bulg'angan mezgillarimiz bo'ldi. Alloh kerim, kimki yaxshi amallarni qilsa, uning mukofotini ko'rdi. Kimki yomon amallarni qilsa, uning jazosini tortadi demaganmidi? Albatta, bu sinoqdan o'tishga majburmiz. Bu sinoq Uyg'ur millati uchun tangning oldidagi zulmat, ozodlik oldidagi qabohatdir. Alloh kerim, bandalarni cho'qim sinaydiganligini aytmadimi? Bir shoir mundaq yozadi. Bo'lmaydi dunyoda boqiy hukmron. Mangulik qulluqqa asir millatmi? Bu oddiy haqiqat o'zgarur davron. Yo'qlar bizdeki xorliq illatmi? Aslida Xitoyning bu qadar dahshatli bostirishlari muhojiratga Uyg'urlarni texmo eg'ir sukutga, texmo eg'ir vahimaga asir qilishi, ozodlik, mustaqillik irodasini sundirib tashlashi kerak edi. Ish undaq bo'lmadi. Qaynadagi g'urur va vijdonning qahramonlari bu millatni zulmdan qo'rqib shuk bo'lish emas, zulmga qarshi jang qilish yo'liga boshladi. Zulmning ortishi irodasini sundirish o'rniga uni hassilab mustahkamladi. Tashvish ichida ingrayotgan ruhlar qaytadan tirildi. O'zini qutuldirish ko'yda temisqilab yurgan jonlar millatni qutuldirish sadolariga jo'r bo'ldi. Ayshi ishrat qalblariga hokim bo'layotganlar millatning ko'z yoshlariga ham sherik bo'lishga boshladi. Mana bular Xitoy zulmining to'kisi emasmi? Zulm azobning homiysi bo'lsa, azob zulmdan qutulishning bosh panoyidir. Hayoti savobga, o'limi baxtga vasli bo'ladigan bir millat qandoqmi zulmga bosh egsin, qandoqmi dushmandan qo'rqib yashsin, qandoqmi nusrat qozonmasin.